Bugun yurtimizda, jumladan viloyatimizda ham bu o'lmas san'atni rivojlantirishga, yoshlarga o'rgatishga katta e'tibor qaratilmoqda. Buning natijasi o'laroq viloyatimizda tashkil etilgan maqom dastasi katta yutuqlarni qo'lga kiritib kelmoqda. O'zbekistonda 3 ta maqom yo'li mavjud. Buxoro Shash maqomi deymiz, Xorazm 6,5 maqomi deymiz, qolaversa Farg'ona Toshkent Chor maqomi. Mana shu 3 ta maqomimiz juda ko'p kuy-qo'shiqlarni o'zini ichiga jamlab olgan. Endi haqiqatan bu bizda maqom san'atimiz shunaqa bir buyuk san'at, shunaqa insonning ruhiga ta'sir qilayotgan. Bu ustozlarimiz bitta gapi bor, maqom tarbiya deydi, maqom immunitet deydi. Endi tarbiya deyilishning sababi maqom ijrochisi har doim o'sha sahnaga chiqqanda ustiga to'ni bor, boshida milliy do'ppisi bor. Erkak xonandalarimiz ham, ayol xonandalarimiz ham bu tarbiyaviy jihati har doim ham yopiq. O'sha oila davrasida ko'rasizmi, konsertda ko'rasizmi, tarbiyaviy jihati. Keyin buni ikkinchi jihati ilmiy tomoni bor. Chunki maqomlarda bir sayoz so'zlar ishlatilmagan. Har bitta o'sha ijro etilayotgan qo'shiqlarimizda so'zining ma'nosi ishqi ilohiy, ishqi majoziy deymiz. Uni ham xalqimiz ham bilib qo'yish kerak. Har bir o'sha nima deydi, o'zining qadriyatiga e'tibori bor odam bilish kerak. Ishqi ilohiy, ishqi majoziy deganimiz nima deydi, tushuntirib o'tib ketsam, o'sha masalan oladigan bo'lsak, ey Sabo Navoiy g'azali bilan ey Sabo holim borib sarvi xromonimga ayt deb aytamiz. Masalan, buni eshitgan odam agar sal ilmi bo'lmasa, bu ilmiy tomoni, buni noto'g'ri tushuncha bo'lishi mumkin. Bu ey Sabo holim borib sarvi xromonimga ayt degan Allohga bo'lgan ishq muhabbat bu. Sabo orqali meni dardimni Allohga yetkazar deb bu Allohga iltijo qiladi. Masalan buni immunitet dedik, insonning ruhiga ta'siri dedik. 3-jihati desak agar, maqom kuylaganda o'zimiz ham bir har xil hayot tashvishlari bilan inson o'zida qanaqadir charchoq bo'ladi, boshqa bo'ladi. O'shanda tamburda olib bitta chertsak, tezasiga ruhingiz dam olganini, insonning miyasi dam oladi. Maqom san'atimiz haqiqatan eshitganda, masalan, aytaylik, ajab bir nozanin qadirasani mubtalo seman deb boshlagandan tinglovchi beixtiyor chayqalib boshlaydi. Bu o'sha inson ruhiga to'g'ri ta'siri bu. Qolaversa bugungi kunda qilayotgan ishlarimiz haqida gapiradigan bo'lsak, mana prezidentimiz qarorlari bo'yicha ham juda ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Maqomga juda katta e'tibor ham qaratildi. Shunaqa grafik qilingan, hozir har bitta viloyatdan viloyatga konsert beradi chiqib. Prezidentimiz qarorlari bo'yicha bu ham bizga yana ham bir-birimiz bilan fikr almashishga, yana bir-birimizni o'sha ishlagan asarlarimizni, chiroyli san'atimizni bir-birimizga ko'z-ko'z qilishga imkoniyatda bu ham. Masalan, biz Xorazmga bordik. Deyarli hamma viloyatga chiqib keldik ansamblimiz bilan. Boshqa viloyatlar ham bizga keldi. Masalan, hali aytib o'tganimizda Yevropa davlatiga ham chiqib san'atimizni bir namoyish qilib keldik. Bizga ishlashga majburlaydi. Chunki har doim tanlovga borgan o'sha ishtirokchi yutqazay deb bormaydi, yutay deb boradi. Biz ham kecha kunduz qo'limizdan kelgancha o'sha tanlovga, endi masalan 3 ta o'rin bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa 2-o'rin deb harakatimizni qilamiz. Masalan, qolaversa ichimizda bugun kunda ustozlarimiz ko'pchilik ishlayaptilar. Shularni bir tajribalariga suyangan holda biz ham ish olib boryapmiz jamoa bilan. Men bir narsani qoyil qolib aytishim mumkin. O'sha Yevropa davlatiga, Riga shahriga masalan konsert o'tkazdik. Latviyani poytaxti Vilnyusga borib, o'sha 500 kishimi, 400 kishimi, 300 kishimi biz qatnashgan o'sha konsertga chiqib bir narsa chalsak, shunaqa chiroyli tinglaydi. O'sha shavqini eshitmaysiz. Muzikalarimizni shunaqa 300 kishining oldiga bemikrofon chiqib jonli chalishga ham to'g'ri keldi. Qoyil qolganim
shunaqa chiroyli tinglab, shavqin yo'q, maza qilganni biz ham endi xohlaysizmi yo'qmi o'sha eshituvchiga bir qarab qo'yasiz. Agar o'shani yuzidagi bir bizga bo'lgan mehri, xohishi, o'sha tinglayotganligini sezsangiz, yuragingizdan o'zingiz ham harakat qilasiz. Yana ham bugungi kunda o'zimizning Telegram kanalimiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda Instagram, Facebook, YouTube kanallarimiz bor. Navoiy maqom ansambli deb nomlab qo'yamiz. Shuni ichiga ko'p kuylarimiz, qo'shiqlarimiz, o'tkazgan konsertlarimiz bor. Sal e'tibor berib qo'ysalar xursand bo'lardik.